Jigarlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bizning do'konda yana yangilik sizlar uchun albatta. Bilasizlar, hozirgi zamonaviy uylarda yevro montaj bo'ladi. Uylari pastni yoqish uchun, o'ziga qulay qilish uchun pastdan qo'yishgan rezitkalarimizni buni bilasizlar, eski piska bolalarimiz tegirmasligi uchun mana bunday qo'yishib, keyin kalcha bilan ishlatish uchun buni burab olib qo'yishar edi. Endi bizda buni yangi piskasi chiqdi. Sizlar uchun endi olib o'tirmaysizlar, avra bo'lib. Buni bu yerda laklinkasi bor. Mana shu laklinkasi ochiladi. Buni qo'yish uchun birinchi navbatda rezetga qo'yib, keyin yopishtirganlaringiz ma'qulroq. Mana. Bemalol. Tars olasizlar. Yana joyiga tushib qoladi. Yopilib qoladi. Bemalol bolalar hech narsa ishlatib, sim-pim tiqmaydi. Juda yangilik do'konimizda. Kelaverasizlar, nechta kerak bo'lsa bor. Bunaqalardan bizda juda ham ko'p. Soni chegaralanmagan jigarlar. Kelaverasizlar. Narxi vashi tekin desa ham bo'laveradi. Xayr, salomat bo'ling. Like, podpiska sizlardan chiqmasin.